Assalomu alaykum Tavriqov obunachiları. Hozir restavratsiya bo'lishi kerak bo'lgan navbatdagi ishimiz ustuna kelamiz. Ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ko'rib turibsizlar, ruchnoy ishlangan eshikimiz 10 yil slujba etib berdi. Hozir endi ayrim yerlarına zanglar tushganini ko'rib turibsizlar. Bellayna lisi o'yilib ham ketdi. Şu an almashtirib, xudo xolasa chiroylatib, ajoyib bir sveta bo'yab beramiz. Güzel işte devam etinglar. Assalomu alaykum Tavriqov obunachiları. Aytib o'tganimizdek restavratsiyadan keyingi eshikning holatini ko'rsatib o'tamiz hozir. Ko'rib turibsizlar, eshikimiz ideal holatda chiqdi. Testlerini, çürügen yerlerini almashtirdik. Yani tumbalarni videoda ko'rsatib o'tirgan yerlerimizdan polni almashtirdik. Ko'rib turibsizlar. Yana o'zining svetini sari gold svetlardan urib ajoyib holatga etkab egasini topshirdik. Yine bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Lenin ko'chada 4 gul ko'chasi 9-uy. Kime shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa bemalol Tavriqovga murojaat etasizlar. Testda nomerlarimizni qoldiramiz. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada, y más si vienes.